stilistlar, mayda sochlar chiqib qolyaptimi, toza ishlay olmayapsizlarmi? Morphoz firmasini bleskini maslahat beraman. Gollivudskiy valna qilganmiz, jugut holatida o'raganmiz. Morphozda birinchi bo'lib sprey bleskini sepdi. Firmasini atmetga qoldiraman, telefon qilsangiz yozsangiz olib kelib berishadi va bleskdan keyin sразу lak sepamiz. Morphoz firmasini laki. Va qilgan lokerlarimizni uchida ishlaymiz. Sochlarni taraymiz, taraganimizdan keyin uchini ushab olganimizdan so'ng lakni sochni eng tagiga sepamiz va aylantirgan valnamizni birma-bir qo'yib boramiz. Mana qaranglar. Mana va ochib olamiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Mana qilib mayda sochlarni yo'qotamiz deyishyapti. Morphoz firmasini bilasizki, barchaga tavsiya qilaman, profilni atmetga qilaman. Olinglar, afsuslanmaysizlar. Zakaz qilsanglar, dastavka ham qilib berishadi. Kraska, hid beradigan sochga spreylar, sufra, okислителlar, hamma zo'r narsalar faqatgina Morphoz firmasida. Morphoz firmasi oliy toifadagi ideal stilistlar tanlovi.